Assalamu alaykum qadarlik radio do'stlar. Bugungi roman anglish saytimizda Sengül Canishib xonim yozgan Ko'z yoshidan namdalgan zamin nomli tarixiy aslima yana huzuringlarda bo'ladi. Sharqiy Turkiston Mehnatkash xalq partiyasi tashkilotining qurilishi 62-yili 5-fevral. Bugun Xanzularning yangi yil bayrami edi. Atgan tomoqdan keyin Maryam uyga ketdi. Saat onlar bilan Ablekim, Abliz, Malika va men to'rtimiz bizning yotoqqa yig'ildik. Oldimizga shaxmat tuzib qo'yib, qarmoqqa shaxmat o'ynayotgandek qiyofatda yoshirun majlis ochdik. Bu majlisda o'tirib qo'yilgan masalalar. Birinchi, tashkilot qurishdagi asosiy maqsad. Bizning tashkilot qurishdagi asosiy maqsadimiz Sharqiy Turkistonni Xitoy hokimiyatining zulmiy mustamlikasidan ozod qilib, mustaqillikka erishtirish, ya'ni mustaqil Sharqiy Turkiston hukumat qurish. Ikkinchi, tashkilotning nomi, partiya bayrog'i, partiya programmasi va bundan keyingi tafsiliy planlar haqida tashkilot rasmiylashgandan keyin muzokaralashish va planni o'rinlash, muvofiq bo'lsa ish boshlash. Shuning bilan biz tashkilotni rasmiylashtirishga boshladik. Hamda shu kuni kechda to'rtimiz rasmiyat o'tashga qaror qildik. Birinchi bo'lib qilgan ishimiz bo'lsa, Sharqiy Turkistondagi har qaysi institut va texnikum maktablarda tashviqot elib berib, ularning qo'llashiga erishish. Qulaylik bo'lgan zavod korxonalardagi ishchi xizmatchilarga biz ishongan kadr xizmatchi va barliq odamlarga hozirgi hokimiyatning mohiyatini tushuntirish, xalq ommasini mustaqillik uchun kurash qilishga chaqirish va yana bir tarafdan Sharqiy Turkistonning tarixini to'liq, mukammal qilib hozirlab chiqish va xalq ommasiga tushuntirish hamda milliy mustaqillikka oid material tepish va shu haqda tashviq qilish deganlar asosida muzokaralashib, bularni bekitdik. Kechda chag'an munosabati bilan cho'ng tansi kechasi uyushtirildi. Malika ishkimiz barliq qizlarni tansiga boshlab chiqdik. Chiqmaymiz deb yetib qolgan qizlarni xizmat ishlab turg'izib yasab, o'zimizmi ham odatdagidan tashqari ruhliq, chiroyli kiyinib tansiga chiqdik. Ablekim Ablizlarni o'g'illarning birini qo'ymay tansiga elib chiqdi. Muzikalar milliy kuylarga jaranglab chalinishga boshladi. Yosh qiz yigitlar xo'shallik bilan o'tirg'a tansiga tushdi. Ablekim Ablizlarni sazandlarning yeniga birdan yugurib berib, muzikalar haqida ularni qizitib berdi. Kech soat 12 bo'ldi. Bütün o'quvchilar tansi bilan qizib ketdi. Biz mana shu fursatdan foydalanib rasmiyat o'tashni o'yladik. Shu oraliqda Ablekim bilan Abliz menga sharat qilib qo'yib chiqib ketdi. Menmo Malikani boshlab yotoqqa qaytdik. Bizning yotoq xoli ham achchil o'rin edi. Chunki Zaynura bilan Maryam shaharga kirib ketgan, yotoqda men yolg'iz qolgan edim. To'rtimiz bizning yotoqqa kirib rasmiyat o'tmoqchi bo'lib, ishni ichidan taqib qo'ydik. Ablekim o'zi yezib elib kirgan qasamnomani o'qidi. Har birimiz yozilgan qasamnoma bo'yicha qasam qilib a'zo bo'lib kirdik. Qasamnoma. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun oxirgi qanimiz qog'icha mong'an izimizdan yonmaymiz. Bosh egib taslim bo'lmaymiz va bir-birimizni sotmaymiz. Vatanimizni dushmandan ozod qilish uchun jon tikib kurash qilamiz. Qasamnomani o'qib chiqqandan keyin hammamiz o'z ismlarimizni atab qasam qildik. Qasamdan keyin qasamnomani yotoqda ko'ydirib, yangi qurilgan tashkilot va a'zolik bilan bir-birimizni tabriklashdik. O'g'illar chiqib ketgandan keyin Malika ishkimiz yotoqda biror china choy ichib, yana tansi bo'layotgan qulupga bordik. Tansa atgan soat 5 bilan tamom bo'ldi.
birer soat uxlagandan keyin men uyga qaytib, biz muzokiralashgan Sharqiy Turkiston tarixi haqida menda bor bo'lgan o'qish kitobini olib keldim. U kitobning bosh qismlarida bolalar uchun qo'shiq, she'rlar va hikoya tamsillar bo'lib, oxirgi qismlarda Sharqiy Turkiston tarixi qisqacha besilgan edi. Tatar maktabida o'qiyotgan vaqtimizda tarix dars qilib, bizga shu kitobdagi tarixni o'qitgan edi. Ablekim bilan Abliz ta'til mezgilidan foydalanib, bu materiallarni o'rganib va boshqa shuningga o'xshash materiallarni izlab, tarix ustida izlanmoqchi bo'ldik. Malik ishkimiz bizning uyga berib kelmoqchi bo'lib, Janubiy taqqa yurib ketdik. Qishliq ta'tildan qaytib kelsak, u ishkisi shu men bergan kitoblarni o'rganib, tashviqot ishlari bilan bo'lib, boshqa materiallarni topolmabdi. Biz maktablar aro tashviqot ishlarini elib borgan bo'lsak-mu, lekin hech qanday cho'ng ish qilolmadik. Chunki o'zimizmi ish ko'rmagan tajribasiz yoshlar edik. Shunga yana ishkirlab muzokaralashishimizga to'g'ri keldi. Biz tashkilotni yangi qurganda, biz to'rtimiz yadro qism bo'lib turaveramiz. Bundan keyin qabul qilinganlar bizga zanjir shaklda bog'lanish kerak deb muzokaralashgan edik. Lekin bu tashkilot qurilgan bir oydan buyon biror cho'ng ish qilmagan edi. Shunga biz qayta o'ylashish, maslahatlashish orqali biz beshimizdan hech ish o'tmagan, jamiyatda ishlab ko'rmagan, faqat o'quvchilik hayot bilan yashab kelayotgan yoshlar bo'lg'ach, bu ishlarni boshqarib o'tishdan chiqishimiz tas o'xshaydi. Shunga yadro qismini biroz kengaytirishimiz kerak ekan degan qarorga keldik. Shuning uchun yoshlar bizdan cho'ngroq, jamiyatda xizmat qilib ko'rgan tajribalik, bilimlik, o'zini tutib olgan odamlar bo'lishi kerak deb to'rtimiz birinchi bo'lib o'quvchilar orasida Ahmad To'xtini a'zolikqa qabul qilishga tanladik. Chunki Ahmad aka 33 yosh bo'lib, burun tibbiy texnikumda ilmiy mudir bo'lib ishlagan, ham tajribalik, 3 viloyat inqilobidanmi to'liq xabari bor, ishonchli kishi edi. Yana bir tarafdan bizning qaror boshlig'i va Kommunist partiyaning kandidat a'zosi. Ko'z qarashlarda bizlardan yiroq emas degan asosda uni tasdiqladik. Yana birisiga G'ubirni ko'rsatdik. Chunki G'ubir jamiyatda ishlab ko'rmasa-mu, egri bisiq, tamkin, kam so'zlik deb mushu ikki odamni qabul qilish nishon qildik. Shuning bilan G'ubirga Abliz bilan Ablekim so'z ochmoqchi bo'ldik. Ahmad akaga Malika ishkimiz aytib ko'rmoqchi bo'ldik. Shu kunlar Malik ishkimiz Ahmad akani dars o'qiymiz deb so'ngak bo'limga boshlab bordik. Ahmad akaning ayoli Maryamada Korla tibbiy texnikumda o'quvchi bo'lib ishlaydi. Mushu 2 haftalik qishliq ta'tilda Korlaga ayolning yoniga berib, yangi qaytgan edi. Biz Ahmad akadan ayolning holini so'rab, ondan Korladagi xalq turmushi va vaziyat haqida so'rashtirib, so'zni asta vaziyat va siyosat tarafga yo'tkab xil qaynashdik. Oxiri biz Ahmad akaga so'zni ochiq qilib, Ahmad aka, biz mushundaq jim yuraveramizmi? Biror tashkilot qurib, o'zimiz amaliy bir ish qilsak bo'lmamdi? dedik. Ahmad aka hayron bo'lgan holda bir menga, bir Malikaga qarab, bizning bundoq kutilmagan so'zni qilishimizdan o'tqib qolgandek o'ltirib qoldi. Biz ichimizdan qo'ldan nima keldi? Uningdan o'qishimizni tinch amon bitirib qaytaylik, dedi. Biz qaytib kelib, ahvolni Ablekim bilan Ablizga dedik. Balki sizlarning gapinglardan o'ylanib qolgandir. Endi biz so'zlash baqaylik. Balki ma'qul bo'lib qolar, dedi ular. Ertasi kechda ular Ahmad To'xtini boshlab chiqib ketdi. Ertasi atiganda biz darsga o'tirsak, kichik bir parcha qog'ozni oldimizga qo'yib qo'ydik. Qog'ozda xush xabar, biz oldi bo'ldik deb yozilgan ekan. Darsdan keyin Ablekim, Abliz, Malika
va men to'rtimiz bugun tashkilotimizning qurilganligining bir oylik munosabati bilan bu ikki yangi a'zoni rasmiylashtiraylik degan qarorga kelib, o'rin, joy va vaqtni belgilab oldik. Kashlik tomoqdan keyin men baldir berib, fizika guruhining tajribaxonasiga kirib, ichidan taqab, egallab o'ltirdim va barliq narsalarni hozirlab qo'yib, boshqalarning kelishini kutib, dars tayyorlab o'ltirdim. Ishni chekib, G'upur kirib keldi. G'upur mening bu tashkilotda borligimni bilmaydi. Shunlashqa ishdan kirib turib qoldi. Men G'upurning mendan ehtiyot qilib turganligini sezib, "Keling G'upur, keling, dars tayyorlaymiz" dedim. "Nima dars tayyorlayapsiz?" so'radi G'upur asta menib kirib. "Bugun o'tgan darslarni takrorlayapman." Shuning bilan G'upur ikkimiz u yoqdan bu yoqdan paranglashib o'ltirdik. Ko'p o'tmay boshqalarga yetib keldi. Ahmad aka bizni ko'rib, Oblis Oblikimlarga savol nazarda qaradi. "Bizning odamlarimiz" dedi. Hammamiz kulishdik. G'upur o'zining qo'rqanligini va xato bilimga kirib qoldimi nima deb ansirganligini aytib turadi. Ishdan Malika kirib keldi. "Bu ham bizning odam" deyishib, birer qur kulishib, chaqchaq paranglardan keyin biz ularga o'tganda muzokaralashgan narsalar ustida qisqa so'zlab berdik va ularning fikrlarini anglab, ko'z qarash, fikrda biz bilan o'xshash bo'lgandan keyin ularning rasmiyatlarini o'tab, a'zolikqa qabul qildik. Shuningdan keyin biz davomli yig'ilishlarni o'tkazib, tashkilot nomi, bayrog'i, programmasi, nizomnomasi va Sharqiy Turkiston tarixini yozish o'xshash narsalarni muzokaralashdik. Birinchi, partiya, ya'ni tashkilot nomi. Tashkilotga muvofiq ism qo'yish ustida ko'p talash-tartishlar qildik. Sharqiy Turkiston Islom partiyasi deb atayli deb Oblis o'tirib qo'ydi. Bu ismga nisbatan fikr birligi kelmadi. Chunki islom so'zini qo'shsaq buningga Pan-Islomist Turkiston degan qalpoqni kiygizdik. Sharqiy Turkiston degan nom uchun Pan-Turkist degan qalpoqni kiygizdik. Bu to'g'riliq G'uljida bo'lgan Rahmonov guruhi degan nomdagi voqeani Malika so'zlab berdi. Hammamiz uning so'zini diqqat bilan angladik. U munolam dedi. Rahmon kichik opamning qiyin inisi edi. O'zi bekmi qamlashgan, qovul, aqlliq, o'tkir yigit edi. Yer islohotidan keyin G'uljida pan-turkisizmga qarshi harakat elib berib, diniy o'lmalarni tutib otdi. Mana shu vaqtda pan-turkisizm tashkiloti Rahmonov to'pi deb yosh yigitlarni qo'lga elib etib tashladi. Rahmon Sahrodagi hadisning uyiga berib yoshiringan. Hadisning eri uni say o'risga yoshirib qo'ydi. O'rning og'ziga ishning katkini joylashtirib, Rahmonni bir oydan ortiq saqlagan ekan. Hukumat hadisning yo'ldishining keyniga odam selib qo'yib, magazindan tamaki elvatqanligini ko'rib, bu odam tamaki chekmaydi. Nima uchun tamaki oldi? Balki Rahmonni mushu odam yoshirib qo'ygan bo'lishi mumkin deb gumon qilib, keyniga kirgizgan odamni ko'paytib, oxiri Rahmonni pan-turkizmchilarning boshlig'i deb gunohsiz tutib ketib otgan. Shu munosabat bilan Xitoy kommunistlari o'zlarining tutishga tegishli odamlarni pan-turkizmchi Rahmonov tashkilotidagi odamlar degan bano bilan tutib, bu ish bilan hech qanday munosabati bo'lmagan odamlarni qo'lga olib yo'qotdi, dedi. Malikaning so'zidan keyin ichimiz serilib, demimiz ichimizga tushib ketdi. Ikkinchi tashkilot nomi qarta Sharqiy Turkiston Uyg'ur partiyasi degan nom o'tirib qo'yildi. Buningga hech kim qo'shilmadi. Chunki buningga tayyor kiygizgan yerlik millatchi degan qalpoq bor. Ham Sharqiy Turkistonda yolg'iz Uyg'ur millatlar yashamaydi. Boshqa nurg'un turkiy millatlar yashaydi. Undaq deb atsak, milliy ittifoqlikqa ta'sir yetishi mumkin. Turkiston degan so'z Turkiy millati ham islom dinidan derak berdi. Tashkilot nomi to'g'riliq nurg'un ismlarni o'ylashib, oxiri Sharqiy Turkiston xalqi oqko'ngil, mehnatkash, emgakso'yar, jafokash xalq.
Şuna partiya nomini Sharqiy Turkiston Mehnatkash Xalq Partiyasi degan atqa hammamiz qo'shildik. Tashkilot nomini bekitib bo'lgandan keyin biz yana bundan keyin qattiq diqqat qilishga tegishli ishlarni o'tirib qo'ydik. Qadrli radio anglag'ich do'stlar, bu jangovar yoshlar qurgan Sharqiy Turkiston Mehnatkash Xalq Partiyasi haqidagi voqeaning davomini anglashga qiziqsangiz, keyingi qatimliq anglitishimizga diqqatli bo'lg'aysiz. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.